boyvachcha o'zini qizini kambag'alga bersa, boyni qizi hech qachon kambag'alga kufu bo'lmaydi. Teng bo'lmaydi. Masalan, mana shu holatda nikoh bo'ladimi desa, nikoh bo'laveradi, lekin nikohda bardavomligi uchun tenglik shart lekin. Men boyni qiziman deydi. Bo'ysunmaydi. Uyni hamma narsa men dadam olib bergan deydi. Qayerda chiroy bo'lmaydi, hech qachon bo'lmaydi. O'shaning uchun kelin tomon kambag'al bo'lib, kuyov tomon boy bo'lsa bo'laveradi. Bizdagilar aksi, hammasi boyni qizni oqtaryapti. Men mana joyga xudo bo'ldim deydi keyin. Baman degani, musulmon qilgan Xudo rahmatsin aytadilar, boy deganidir dedilar. Baman joyga xudo bo'ldim deb. Demak, kufu masalasida endi qaysi bir joydaki odamlar o'zini nasabini oliy nasab deb hisoblaydigan bo'lsa, o'shanaqangilarni nasabini ehtiyot qilib shajaralar bilan saqlab yurgan odamlar bo'lsa, ular keyin oddiy odamga keyin kufu bo'lmaydi. Nimaga? Chunki bu qiz ertaga men Saidzodaning to'rani qiziman deb turib, narigini bir tinga olmay qo'yadi. Shuning uchun o'ziga o'xshagani bilan nikohlab qo'yirish kerak. Agar yo men o'zimning nasabimga g'ururlanmayman desa, yashasa yashaveradi. Chunki sufolarda keladi, u qorachani o'g'li undan yaxshida agar ilmli bo'ladigan bo'lsa.